ko'rib maza qildim. Film haqiqatan ham zo'r. Mana kasallarni qarang endi. Mabodo ko'rib, kasal erkak kishi bo'lsa, tangimni qarashga haqqi yo'q, chunki bu ayol kishi bu. Shuning uchun majlis qilib o'tirgandagi ustozlar, tabiblar hammasi qo'l ko'tarsa, rozi bo'lsa, o'shanda ham guvohlari bilan oldida 5-6 ta tabiblar turadi pardon orqasida. Bu kelib sekin o'shani pardon orqasidan bunday qo'lini chiqaradi-da, uni bilagidan ushlab turib, qon tomiridan aytib beradi, qana kasal bo'lgan. Igna qo'yish kerak deydi. Qo'ying demaydi. Yana majlisbozlik. Igna qo'ysak foydasi bormi, ziyoni bormi? Qo'ysak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mabodo ziyon bo'lib qolsa qanday qilamiz? Bu nimadan bo'lishi mumkin? Kasallikni aylantirib topib tarixini. O'shandan keyin yana bitta savishalik qilib turib rozi bo'lyapti, keyin igna sanchish boshlanyapti. Bizda ham shunaqami? Bizda ham xuddi shunaqa. U doktorga kelsa ham siz meni kasalim deydi, bunisiga kelsa ham siz meni kasalim ekansiz deydi. Bunisiga oldiraq kelmaysizmi? U menku buni davosini qiladi. Bunisiga borsa ham meni kasalim, hammasi kasali. To'g'ri diagnoz yo'q. Yuraverasiz, hammani kasalisiz. Bu yerda savishani qiladi. Gapingga javob bera olasanmi deydi. Qo'lingdan keladimi shuni qilish kerak? Bu ham o'ylanib qoladi. Yana bir narsa, erkak kasalga ayol kasalga erkak qaramas. Bizda-chi O'zbekistonda tug'ruqxonaga borsangiz ko'ring. Tasini olib borgan bo'lsangiz, kim bugun tug'ruqxonani boshliq qilsangiz 2 metrli yigit kirib chiqadi. Men deydi. Shu ayolmi? Ha, shu ayolni hamilasi bilmayman, ha, o'zim tug'diraman. Qani ichkari olib kiringlar deydi. Siz ertalab kelasiz, ketaveringlar deydi. Nima? Va meni rashkim yomon, men ko'zimni oldim, men ishda turaman men. Qayerga ketaman men? Mana qarang, 20 yilda bu yerda ishlaymiz. Hammasini o'zim tug'dirganman shularni hammasini. Buni ham chiroyli qilib, davay. Olib kiringlar. Bo'lmasa olib keting, boshqa tug'ruqxonaga olib boring men. Men qarab boshqa ayollardan yo'qmi? Yo'q, bugun men erkakman. Shu yerda men dejurman. Qani olib kiringlar. Olib kiraversinmi? Endi qanaqa bo'larkan? Yondalik birinchi martaba sen qanaqa odamsan? Qo'ying shuncha yilda ishlayapti ekan. Bu mayli uka olib kelaman, to'g'riman, ushlab turamiz. Olib chiqib daraxtga boylab qo'ygan. Nima bo'ldi, doktor? Qani eri, chaqiringlar bu yoqqa. Suyunchi bersin, o'g'il. Yugurib kel. Nima bo'ldi desa? Xotiningizga gap yo'q. Qoyilman. Bunaqasini ko'rmaganman. Hammasini o'zi, baquvvatda, o'zi 4,5 kilo bola tug'ildi. Ana, qancha beray? Pulis kerak emas, faqat mana shu eshitib qo'ysanglar bo'ldi. O'g'il 4,5 kilo. Nega xotiningizga gap yo'q? Rahmat sizga rahmat. Baribir alam bor ekan chiqib ketadimi demiş. Topgan kasbingni qara. Yoshligingda rosa ixlos qilgan ekansan, ha? Shuning uchun ba'zan qattiq gapirib yuborsam hayron bo'lmaylar. Chunki qachonlardir aytishimiz kerak bu gaplarni. Bizda-chi O'zbekistonda 1000 marta ko'rganmiz. Ayniqsa kecha skoriy pomosh tez yordam chaqirib qolsangiz, chamadonni ko'tarib zo'r medbrat kirib keladi. Assalomu alaykum. Kasal shu uydami? Ha, keling, shu uyda. Marhamat. Kasal qayerda? Kim? Xotiningiz bilan kasal? Xotiningiz bilan qaysi uyda yotibsiz? Siz kirmang, iltimos, faqat men o'zim kiraman. Qani, kasalsizmisiz? Qani, etakni ko'taring. Qani. Uni oyog'i og'riydi. Uni oyog'i og'riydi. Sen nima qilyapsan sen? Oyoq, bosh hammasi mana shu yerdan boshlanadi. Bu sentr-ku, bu sentr. Hammasiga sababchi mana shu. Qo'lingni ol deyapman senga, mumkin emas. Men eriman, men rashkim yomon. Iltimos, siz chiqib keting, bo'lmasa men chiqib ketaman. Nima chaqirdingiz meni bo'lmasa? Sizdan uyalyapti bu, ko'rmayapsizmi? Chiqib keting deydi. Xotin eridan uyalyapti emish. Yo'q, xotin sen mendan uyalyapsanmi? Desa doktorga qaraydi. Qaysi birimiz chiqib ketaylik? Doktor chiqib ketsinmi, men chiqib ketaymi? Eridan, doktordan uyalmasmish xotin. Eridan uyalarmish. Qanday bedodlik bu? Men chiqmayman aytib qo'ying. Men mashaqqa turaman mana. Sen ham ko'rib turibsan, hamma ham ko'rib turibman. Faqat qaramay turaman. Bo'pti. Xotin, gapirib ber. Nima uchun oyog'ing og'riyapti? Bo'ldi, sen eshit. Shunga qarab diagnoz qo'yasan. Bo'lmasa chiqib ketsan ham, keragi yo'q. Qani gapir.
u gapirib berdi. Men kerak, mashina bo'ldi. Mashina bo'ldi. Iltimos chiqib turing, sizdan uyalyapti, gapira olmayapti bu. Nega mendan uyaladi yerim men u? Yerdan uyalaman. Gapiraver xotin, gapiraver. Bari o'zing tutib olaman. Ukol qilaman, ketaman, meni vazifam shu. Shart ukol oladi. Qani, o'girilib yoqar. Nima? Nima qilsin? Qo'ldan ukol qilasan. Bilakdan, qon tomirdan qilasan. Bilamiz. Qondan hamma yoqqa boraveradi. Asosan bilak. Bilakdan qilasan. Siz qana odamsiz o'zi. Ne ko'rgani qo'yasiz, ne ukol qilgani qo'yasiz. Yarim kecha shuncha joydan shuncha texnika ovora kelib shu qo'ldan ukol ketaveraman men endi. Qo'ying edi o'zim, bilaman men qayerdan ukol qilishni.